Janubiy Koreyadan e'tiborlarimiz markazida Hyundai Palisade gibrid versiyasi do'stlarim. Avtomobil juda ham tejamkor. Bitta zapravkada bemalol Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan masofani bosib o'tsak bo'ladi do'stlar. Ya'ni 1000 kilometr masofani bemalol bosib oladigan avtomobil. Xo'sh, avtomobil kimlar uchun mos degan savolga bemalol zamonaviy, katta, keng va tejamkor avtomobil izlayotganlar, ya'ni SUV shaklidagi avtomobil izlayotganlar uchun juda ham aynan mos va a'lo tanlovdir. Barchalarimizga Janubiy Koreyadan shunaqa avtomobillar sotib olish, minib yurish, xo'ja ota, xo'ja onalarimizga sovg'a qilish nasib qilsin. Agarda sizlarga ham shunday avtomobillar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarimizga bog'lanib, bizlarga aloqaga chiqinglar.